Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan уже обложкаdan ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, qaysi xonani razработка qilishimizni. Internetda ko'ylab o'tirsam, menga mana shu xona yoqib qoldi. Shu xonani men yasashga qaror qildim. Bu sizlarga ham bitta полезный урок bo'ladi. Xo'p, bittagi hozirgi darsimizda biz aslında mana shu muhit bilan ham ishlash, mana shunaqa освещение chiqarishni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu освещение unaqa qiyin освещение emas, modellari ham unaqa qiyin model emas. Bitta o'sha уже men shablon yasab qo'yganman. Shablonni sizlar Telegram kanaldan bemalol olsanglar bo'ladi. Xo'p, bitta основной bizni e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. O'shalarni video davomida men sizlarga tushuntirib aytib o'tib ketaman. Kerakli shu videoni boshlaymiz. Birinchi navbatda, men bu xonani уже примерно yasab ko'rdim. Unaqa qiyin emas. Endi agar noldan yasaydigan bo'lsam, juda ham ko'p vaqt ketib qoladi bunga. O'shaning uchun men shablonga tushib olganman. O'sha shablondan foydalangan holatda biz hozir sizlar bilan birgalikda yasaymiz. AutoCAD planlarni, modellarni hammasini men arxiv qilib turib Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanal описаниеdan olsanglar bo'ladi. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Erta qiziqarli boshqa ma'lumotlar qo'yiladi. O'sha bizning SSCool o'quv markazimiz haqida hamda SSCool o'quvchilari ham bu agar videoni ko'rayotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, bizga obuna bo'linglar. Xudo xolasa bundan buyog'iga YouTube kanalimizni rivojlantirishga qaror qildik va ko'proq harakat qilamiz bundan buyog'iga. Xo'p, planimni olaman, tanlab olaman уже maksimumda ochiq, bu yerda ko'rib turibsizlar, уже barcha o'sha mana shu sahnamdagi modellarni men уже o'zim modellashtirib, o'zim yig'ib qo'yib, tayyorlab qo'yganman. Men xuddi shu holatda sizlar arxivni ham ochasizlar. Arxivda hamma narsa tayyor bo'ladi. Bemalol olib shug'ullanishingiz mumkin. Xo'p, import fayl qilib turib, AutoCAD planimizni olib kiramiz. AutoCAD plan ham qiyin plan emas. Сразу olib kirishimiz bilan nolyoy koordinataga qo'yib olaman men buni. Nimaga biz bu ishni qilamiz? Agar Max biz interfeysini как бы xuddi kartadek, xuddi mirdagi hayotdagi tasavvur qiladigan bo'lsak, aynan mana shu ko'rib turgan plyusik nuqtalar bu bizda nolyoy koordinata. Nolyoy koordinatadan qancha sizlar uzoqlashsanglar, mana hozir men uzoqlashib ketaman. Atilabdan tam nechadir уже bo'lib ketdi. Endi men hozir shuni agar даже ozgina surmoqchi bo'lsam, ko'ryapsizlar, kompyuterimizni bizdan nagruzkada FPS ham ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqa oshyapti, maksimimizni xullas nagruzkada ishlaydi. O'shaning uchun nolyoy koordinataga qo'yib olsak, bizda hamma narsa аккуратный, chiroyli, нежный, o'sha plavno ishlashni boshlaydi. Xo'p. Endi xonamni balandligini berishni уже boshlayman. Tak, bizga keyin bu yerda qani agar men bu liniyani tanlamas ekanman. Bu topga o'tib olamiz, line ni olaman va xonamni boshidan chizib chiqaman. Chizib olganimdan keyin общийni tanlab turib, bunga outline beramiz 150. Shu planimni o'zini olib turib ko'tarib yuboraman. Tak, extrude beramiz. Extrude emas, keyin konvertoid poli qo'ramizda va poligondan ishlaymiz. Extrude beraman. Birinchi balandligi 350 midi. Necha dram edi men hozir. Tak. Qatga saqlanib qildimi? Bitta hozir balandligini qarab olaylik. Bu video boshlang'ich mana 3D Max ishlayotgan o'quvchilarga, qaysidir o'quv markazida o'qib chiqqansizlar, hali biliminglar uncha yaxshi emas, lekin o'sha освещение muhitlarni ustida ishlab, tabiiy yorug'lik bilan искусственный освещениеlarni chiqarib ishlamoqchi bo'lgan talabalar uchun aynan zo'r bu video. O'sha skilllarni
prokachka qo'ysangiz bo'ladi bu yerda. O'sha tabiiy yorug'likdan foydalanib, ko'proq o'sha освещениялар qo'yib, har xil eksperimentlar qilib ko'rsangiz bo'ladi. Xohlasangiz peshin paytini, xohlasangiz shom paytini, xohlasangiz bomdod paytini, xohlasangiz kechki paytdagi освещенияni qilib turib, keyin menga Telegramdan xohlasangiz tashlaylik, birgalikda ko'ramiz, birgalikda обсуждение qilamiz, xatolarning ustida ishlaymiz. Hamda bizning ham yana o'quv kursimiz ham bor, aynan shu Toshkent shahrida joylashgan. Shu Trustaveli ko'chasida. Shu yerga kelib ham noldan 3D Max programmasini o'rgansanglar bo'ladi. Hop, splaine'ga o'tib olamiz. Birinchi balandligi bizda necha ekan? Birinchi balandligi 300. Oynam bilan eshigining balandligi 2200 ekan. Tepada 1000. Adashmasam 1000 dan sal pastroqqa tushirib yubordim men patologimni. Hop, extrude 300 berib yubordik. Hozir 300 qancha berdimda? 350 berdim. 300 beramiz. Yana balandlik beramiz. 2200 beraman. Keyin 500 beramiz. Endi 2200 yarim ming bo'ldi. 3000 bo'ldi. 3000 bizga достаточно. Endi shiftni bosib turib men ochib yuboraman yoki de 2 chetini tanlab turib F2 bossanglar sizlarda ham shu poligonlaringiz ochiladi. F2 bosganimizdan keyin olib turib bridge qilib olsak bo'ladi. Agar 2024 da ishlayotgan bo'lsangiz, Maxda bu yerda yangicha funksiya qo'shilgan. Shift bosib turib mana Y o'qi bo'yicha просто olib surib yuborasizlar tashqariga. Bu ham qulay. Agar old school endi mana bunaqa bridge qilishni biz o'rganib qolganmiz. Hop, endi rectangle olaman. Rectangle olib turib chizib olaman buni olib yerga qo'yib olamiz. Hop, endi aynan shu pastdagi ham tanlab turib floor generator beraman. Floor generator uстановка qilishni xudo xolasa men video darsda yozyapman. Yana boshqa kerakli bo'lgan modifikatorlarni qanaqa qilib Maxga uстановка qilishi, o'sha hammasini 3D Max programmasini o'zi qanaqa uстановка qilishi ham, o'sha kerakli skriptlarni, tam sweep profile, keyin floor generator, keyin yana boshqa o'sha полезный bo'lgan skriptlar bor. Ularni ham qanaqa skachat qilishni o'rgatib qo'yaman. 850 qilamiz. O'zi bu yerda adashmasam minimalizm bo'lganiga parket kladkasi ozgina kattaroq edi. Mana bu yerdan ham ko'rsanglar bo'ladi. 1200 ga 1300 qilsak-chi qanaqa chiqar ekan? Kladkani желательно oyna tarafdan qilganingiz yaxshi. Har doim tabiiy yorug'lik qatdan tushayotgan bo'lsa, o'sha tarafga qarab turib. Masalan, oyna bizda bor. Oyna tarafdan qarab devorga, oynadan devorga. Devordan devorga hech qachon qilib qo'ymaylik, chunki tabiiy yorug'lik tushayotganda quyosh tushadimi, o'sha quyoshsiz osmonning o'zini yorug'ligi bo'ladimi, har doim bizning parket kladkamiz chiroyli ko'rinadi. Endi buni olib turib men direksiyani aylantirib olaman 90 qilib, 1000 offsetni 60 ga qo'yaman. O'shanda kladkam bo'li chiroyli. Mana bu yerda hozir 20 turadi. 60 ga qo'yib olaman. Extrude balandligini 10 qilaman, bevel 2 qilib qo'yaman. Endi bizga teksturamiz kerak. O'z betini necha qilgan ekan? 850 ga 120 qilgan ekan. Endi sal o'zgarib ketib qoldi. Open Corona Commit, Reset Compact Material Editor qilib bu teksturani olib tortib olaman. Endi xohlasanglar kommentariyada ko'proq fikringizni yozib ketinglar. Chunki men baribir ham YouTube sohasiga shu YouTube'ga o'zi endi birinchi marta kirib kelyapman. Undan oldin hech qanaqa bunaqa kontentlar qilmaganman. Prosta qiziqib qoldim shunaqa video uroklarni yozishni. Agar xohlasanglar shu xonani men qanaqa qilib noldan yiqqanman o'zi, полностью shu haqida men sizlarga video obzor, qanaqa qilib shu rasmga qarab turib modellarni topish, modellashtirish, o'zingizlardan nimadirlar qo'shib ketsanglar ham bo'ladi. O'sha hammasi haqida bitta stream yoqamizmi bilmayman yoki qanaqadir video olamanmi, shu haqida bitta kommentariyada yozib ketinglar. O'ylaymanki, endi hammaga har xil qiziqish bildirsanglar kerak. Endi ko'pchilik qiziqsa qilamiz uni narsani, xudo xolasa. Hop, polimni qo'yib oldim. Endi menga oyna kerak bo'ladi. Oynani ham olamiz. Oyna ham tayyor turibdi.
Endi undan oldin videorok yozuvdim, yig'ayotganimda. Shu video darslik вообще cho'zilib ketib qoldi. O'shanga shunaqa oddiyroq qilib yozishga qaror qildim men, to'g'risini aytsam. Tak, endi hozir bu oynani qo'yib olgan bo'lsa agar bizni ozgina to'g'ri kelmayapti, chunki AutoCADda razmerlari o'zgarib ketib qoldi bu oynani. Endi simmetrichni chiqishi uchun biz hozir planedan foydalanamiz. Plane'ni olib turib bitta chizib olaman bu tarafiga и segmentini olib 1 1 2 3 qilib qo'yaman. Привязкani yoqib qo'yib, o'rtasiga просто center bo'yicha qo'yib olamiz. Endi tashqi devorimni tanlab turib, ko'tarib uni qo'yib olamiz. O'shanda bizda ko'rinishga keladi. Izolyatsiyada men ko'pincha ishlayman. Alt Q qilib turib, izolyatsiyada ishlash sizlarga juda ham удобный bo'ladi. Yana ko'proq oynalardan foydalanadi. Viewportni frontalniy vid bilan topdan, leftdan, har xil viddan ko'proq foydalansanglar, shuncha ishinglar sizlarni tezlashadi va ham удобныйroq bo'ladi ishlashga. Keyin devorimning rangini пока что hozir neytralniy серый, ozgina neytralniy seriydan o'chartirib turaman. Sразу olib, eshigimni ham olib qo'yaversam bo'ladi. Sabab hozir ikki xil tarafdan bizda yorug'lik tushishni boshlaydi. Уже u narsa ozgina не to bo'lib qoladi. Mana modellarim olib yorug' surib qo'ysam bo'ladi. Hop, olamiz. Alt Q qilib turib izolyatsiyaga olaman yana. F5'e bosib turib, men moment viewportni sizlarda o'zgaryapti. Bu eshigimni ham qo'yib oldim. Потолокni olib chizib olaman hozir sразу. Потолокim qanaqa edi bizda? Bu yerda tushgan parящий потолок effekti bu yerda bo'lyapti. Bu tarafda ozgina bizda tushgan, bizda hozir endi biz bu yerda hozir unaqa qilmaymiz, sal boshqacharoq qilamiz. Chunki men bu yerda o'zgartirib yubordim, o'zimizga moslab yuborganman. Konditsionerni men bu yoqqa qo'yib yubordim. Tak, 60 qilamiz-da. 60 qoldirsak shkopga, keyin bu yerdan уже потолок effekti o'xshab ketaveradi. Shkopimizni olib qo'yib olamiz. Shkopimizni olib qo'yib olamiz deb, примерный bizani потолокimizni qatgacha bo'tganligini tushunib olamiz. Boksni olaman, boksni olib turib chizib olib balandlik berib o'raman. Xo'p, endi buni округлить qilamiz. 600 ga 2800 qo'rsak-chi. Ozgina agar chiqib tursa hech nima qilmaydi. Biz baribir ham точный razmerlarni ham ishlashga o'rganib qo'yganmiz. Endi axis constraints da mana shunaqa edi adashmasam. Constraints shunaqa. Shuni yoqib qo'yasizlar. Galchikasini bu yerda mana viewportni mishkani o'ng tarafini bosganingizdan keyin bizda mana bu yerda axis constraints degan narsa bor. O'shani bosib qo'yasizlar bo'ldi. Bu yerda balandlik berib olamiz. Balandligini 150 qilaman. Edit bo'ligiga konvert qilib olib turib rangini unaqa idealni oqam qorish kerak emas lekin. Потолок o'zi tabiatda idealni oq rang yo'q. Idealni oq rang yo'q. O'shaning uchun unaqani oppoq bir xilli qorishadi. Bir xillarni ko'rganimda oq qilib turib keyin base layerdan olib 0.9 qilib qo'yishadi. Unaqa qilsanglar ham bo'ladi. Endi men уже o'rganib ketganman. Mana sal
serovatni gryazny белый qilishga shu eng zo'r usullardan biri deb o'ylayman. Endi hammaga har xil. Kimga qanaqa uslubda ishlash udobno bo'lsa, shu uslubda ishlayveringlar. Endi line olamiz. Line olib turib bunga extrude balandlik beraman. Extrude minus 150 qilaman. Endi bu yerda minus 150 emasdi, buni ham poliga konvert qilib olib, y o'qi bo'yicha buni ham olib pastga tushirib qo'yamiz. И bu yerda ham уже insert beramiz. 5 santimetrlik emas, o'zi undan ham o'zi kamroq bo'ladi hayotda. Parashiy patolog agar tеневой profil qo'yiladigan bo'lsa, no bizi maxda effekt обман зрения bo'ladi ko'pincha holatlarda. O'shaning uchun men 5 qo'yib ketaman. O'zi 5 bo'lmaydi, 5 santimetr bo'lmaydi. И направление ko'rsatamiz. Bu ham bitta sizlarga life hack. Bitta poligon tanlab olasizlar, направление berib olasizlar. Tanlash kerak bo'lsa, 2 marta bosib olsanglar, o'zi graylarni tanlab beradi sizlarga. Minus 50 beramiz. Endi biz F10 ni bosib olamiz. F10 ni bosganimizdan keyin sizlar maxga kirganingizda sizlarda Arnold turadi, uni koronaga o'tkazib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keyin mana разрешение, kameram разрешениесі mana shuni qo'ygan ekanman. Bilmadim nimaga. Agar 1800 qilsamchi, 2000 1800 ga 2000 просто render olayotganimda 2000 ga 2222 bo'lib ketibdi. Shuning uchun mana 1800 ga 2000 qo'yamiz. И keyin performance'ga kirganingizdan keyin denoising daring render o'chirib qo'yasizlar. Agar sizlarda 2021 2022 max bo'lsa, sizlarda fast nimadir denoising render mana shunaqa degan yozuv bo'ladi. O'shani prosta olib turib nonga o'tkazib qo'yasizlar. Sistemga kirganingizdan keyin tent 1 ga o'tkazib qo'yasizlar. Render elementlar bizga kerak emas пока что. Performance kerak emas. И bu yerda уже mana render qilganim ham turibdi. Пока что shuni o'zini qilib tursanglar yetadi. И patologga o'sha mana shu rangimizni berib yuboramiz. Endi kamera qo'yib olishimiz kerak. Kamerani standart kamera, Corona Cam'ga kiramiz. И bitta kamera qo'yib olaman. Bitta kamerani qo'ygandan keyin предварительно men tushunib olishim kerak. Sababi men ko'pincha kamera clippingdan foydalanaman. O'sha slicer deydi kimdirlar, mana kamera clipping. Bu bizda nima? Masalan, bizda devor turibdi. Kameramiz hozir devor orqasida turibdi. Mana devor orqasida. Men xohlayapmanki, чтобы bu kameram agar men hozir ichkariga qo'yib qo'ysam, momentga qo'yib qo'ysam, men buni qanchalik ko'p tortadigan bo'lsam o'zimga. Masalan, bizda momentda fillet off bor. Bu nima? Buni agar men hozir cho'zadigan bo'lsam, menda ribby glaz bo'lib qoladi, обман зрения juda ham kuchayib ketib qoladi. Endi hozir men buni ichkariga agar olib kirib qo'yadigan bo'lsam, mana hozir kamera men ichkarida turibdi. Unaqa qilsanglar ham bo'ladi. No, mana agar hozir cho'zadigan bo'lsam, ko'rdinglar? Nima bo'lyapti? Bizda kameramiz buni orqaga tortilyapti. Shuning uchun men lучше kamera clippingni yoqaman. 500 ga qo'yaman. Ko'pchilik просто перебор qilishadi bu bilan. И bu yerda parametrni kuchaytirib yuboraman ozgina. И bu yoqqa olib kelib qo'yib qo'yamiz. Agar interaktiv yoqadigan tak bu yerda ko'rasizlar, birinchi yacheykasigacha ko'rinyapti. И bu yerda faqat bizda parda ko'rinyapti. O'shanga o'xshatishga harakat qilaveramiz.
Kamera klippingi endi orqaroqqa olib surib qo'yib qo'yamiz. Mana. Endi 8 ni bosamiz. Menda bu yerda Corona Color'dan foydalanganman. Ko'pchilik Sky'dan foydalanadi, lekin men bu muhitni ko'rib chiqayotganimda Corona Sky'da ham to'g'ri u effektga добиться qilsam bo'lardi. Lekin Corona Color'dan bu effektga sizlar sal tezroq добиться qilasizlar. Men hozir instance qilib turib olaman buni va bu yerda olib clear qilaman. Buni parametrida output multiplayer men 5 ga qo'yib qo'yganman. Agar sizlar ham mana kirganingizdan keyin environment горячий klavisha 8 keyin renderingga kirganingizdan keyin bu yerda mana environment degan joyi bor. Environmentni bosamiz va keyin none ni bosamiz, generaldan chiqib Corona kiramiz. Corona Color degan joyi bor. Corona Color ichiga kirganingizdan keyin buni hozir ichida redaksировать qila olmaysizlar. Buni olib material editorga tashlaysizlar. И обязательно instance bo'lishi kerak. Nimaga instance bo'lishi kerak? Uni sana ham kommentariyada yozib ketinglar. Xo'p, bitta tushuntirib ketaman sizlarga. Agar kimdir biladi, kimdir bilmaydi, kimdir esdan chiqib ketib qolgan. Bizda box bor. Endi shu paytda kopiya qilaman. Kopiyani 10 ta qildim. Yoniga yana bitta kopiya qilaman. Buni faqat kopiya qilayotganimda instance qilib turib, bu yerga ham 10 ta beraman. Buni hammasini tanlab turib, rangini ozgina boshqacharoq qilamiz, tammayni seri qilamiz. Endi bu hozir bizda kopiya bo'lgan, ikkalovi ham kopiya bo'ldi po faktu. Lekin bu bizda instance bo'lib turibdi, bu bizda обычный kopiya. Agar men buni parametrini o'zgartiradigan bo'lsam, bunda o'zgarmaydi. Agar instance qilingan bo'lsa, bizda parametri o'zgaradi. Demak, qissadan qissa shuki, bular hammasi bir-biri bilan bog'liq. Agar scale qiladigan bo'lsanglar, o'xshamaydi u narsa. Mana. Faqat bitta obyektinglar scale bo'ladi. Faqat obyektni ichiga kirib turib modifier listdan qanaqadir изменение, masalan, chamfer bersanglar bo'ladi, hammasiga baravariga chamfer beriladi. Bu yerda parametrni ko'paytirasizlar, segment qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Mana. Xullas, modifier listdan agar изменение qiladigan bo'lsanglar, hamma obyektinglar baravariga o'zgaradi. Endi interaktiv renderni bitta yoqib ko'raman. Yo'mayo, bitta bizda ham olib turib reset qilsam o'zi zo'r bo'lardi mana buni. Noldan sizlar bilan yasab chiqardim. Xo'p, bloom and glare parametrini sizlar ham qo'linglar. Bu yerda men nimani o'zgartirganman? 1 ga qo'yganman, 02 qilib qo'yganman. Keyin sharping blurringga kirgandan keyin 305 qilganman. 305 qilsanglar ham bo'ladi. Xo'p, endi bizga keyin dальше plusni bosamiz, lootni bosamiz deb. Bu yerda bizda kim bor? Filtr. Loot bizda filtr. Kimni men yaxshi ko'raman, o'sha kimni ko'pincha ishlayman, o'shaning uchun 02 ga qo'yaman. Tone surf tanlab turib 02 и lightni tanlab turib 05 qilaman. Endi hozirgi paytda mana bu xonaga endi o'xshatmoqchi bo'lamiz baribir ham. O'shaning uchun shunaqa освещение ishlayman. Endi qolganlarga вообще bemalol xohlaganingizcha ijod qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar olib turib diqqatga kirib ketdimi? Mana shuni yopib qo'ydim sahna. Sahna qanaqa yasalgan? 1000 xil model olib kirilgan. Mana model yasaguncha 4 ta 5 ta modellarni birlashtirib, endi ko'p vaqt talab qilgan. Agar xohlasanglar shunaqa darslar ham yozib beraman. Qiziqarli bo'lsa agar. O'shanda keyin ertaga sizlarda skill, навык bo'ladi. Любой xonani internetdan olib turib, birga bir yasab ketishinglar. Shuning uchun kommentariyaga o'tib yozinglar. Endi line qilib chizib chiqamiz. Buni olib tepaga ko'tarib qo'yaman. Sweep beraman. Xohlasanglar, endi men X sweepdan ko'pincha o'rganib qolganim, skriptdan foydalanaman. O'shaning uchun bu yerdan agar xohlasanglar ham sweep deb turib, mana bu yerda ham modifier listda ham sweep bor.
Bip beramiz, 10 beraman. Tashqi devorga berib qo'yamiz. M bosaman. Corona Physical MTL ichi kirib turib, bizga Corona Light kerak bo'ladi. Corona Lightni olib turib 2 ga o'tkazaman. Image tak qilamiz и bitta bizni sal-pal sarg'aytirib qo'yamiz. И interaktiv render yoqamiz. Tamom, ko'payib ketdi. Hozircha bizani muhitimiz ozgina farq bo'lib turibdi rasmdagi bilan. Chunki qanchalik ko'p hozir biz to'qi narsalar qo'shadigan bo'lsak, shuncha bizani muhitimiz to'qarib ketaveradi. Shuning uchun prosta orqamdan qaytarib qilaveringlar. Hozir o'zi ko'rasizlar ekan nima bo'lishini. Rasm qaytga kelib qolgan. Bu tarafda уже парящий потолок эффект tugagan ekan. Вот такой лимонный цвет. И у нас тоже лимонный цвет. Devor orqasiga men spinkamni olib qo'yib olaveraman. Telefonni izolyatsiyaga olaman. И bitta interaktiv yoqib ko'rib olamiz. Kontrastni olib 3 ga qo'yib olsak, kontrastni sal qizarib ketganman. 6300 pound beramiz. Da, sarg'ish yo'q qoldi bizda degan bo'lsa. Hozir mana bu yerga bitta o'zi chulli o'zini qo'yib yuborsam, keyin mana bu tarafida menda esimdan chiqibdi. Patolog tanlab olaman deb laynlarga o'tamiz. Bitta 50 dan bergan bo'lsam agar har bitta tarafiga -100 qilamiz. Spline ham olib turib -100 qilib qo'yaman. Nimaga qilaman? Bu yerda bizda o'sha skrytniy karniz bo'ladi. Parda bo'ladi bu yerda. Shu pardamizga jo'pamon 150 ko'payib ketdi. Bitta dona partiyani agar o'zi bo'ladigan bo'lsa ko'p. 10 sm qoldiraylik. Pastga x o'qi bo'yicha. Xo'p. Bu tarafdan ham ko'proq o'chirishimiz kerak ekan. Bu tarafni ham olib men sразу 10 sm qo'lliraman. Pastga 5 sm ga hozir x o'qi bo'yicha -50 qilsak, bu yerdan ham olib turib 50 qilib olsak, save qilib qo'yamiz. Bitta interaktiv yoqib olsak, buni ham biz olib tepaga ko'tarib qo'yavermaymiz. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz bizga parda kerak bo'ladi. Pardani olaman. Bu tarafga olib qo'yaveramiz. FFD dan foydalanamiz. Bu bizni devor taqalib turibdi o'shanda. Olib ozgina tashqariga chiqazib qo'ysak ham bo'lar ekan. Endi mana interaktiv render bitta yoqib qarasak, уже bu yerda sal o'zgardi. Corona kameraga kirib turib,
ozgina kiritib olamizda и kamerani xonani o'rtaga olib qo'yib olaman. Tanlab olamiz и xonani o'rtasiga olib qo'yib olaman. Agar xonani o'rtasiga qo'yadigan bo'lsak, ozgina yana olib qochirib yuborsak ham bo'lar ekan bu yoqqa. Keyingi etapda biz kravat topib kirishimiz kerak. И kravatni men shunaqangi qo'yamanki, mana shunaqaroq bo'lib turishi kerak. Baribir ham kameramanda smeshение bo'lib ketdi. Просто men bu yerdan turib tushayotgan blik menga yoqmayapti. Ozgina xunuk effekt sozdавать qilyapti. Kravatni qo'yib olamiz. И потом следующий уже olib gilamni ham qo'yib yuborsak bo'ladi. Hamma modeli tayyor, unaqa qiyin emas. Bu просто sizlarga shunaqa sahnaki aytganimdek qayta shu gapimni eksperiment qilinglar, maza qilib. Maza qilib bu sahnani. Olib kerak bo'lsa mana даже Corona Sun'ni olinglar-da qo'yinglar. Endi bu yerda men o'sha eski parametrim qolib ketib qolgan bu yerda. Realistikka o'tkazamiz-da. Doq qilib qo'yib sal ko'tarib qo'yaman. 0,1 ga qo'yamiz. Xohlasanglar Skydan foydalansanglar bo'ladi. Вообще farqi yo'q. Xohlaganingizcha ijod qilinglar. Bu yerda men parametrni 50 qo'yaman. Kelvin temperatura ham olib o'zgartirib buni teparoq qo'yaman. Bizda mamlakatda chunki unda освещение agar tabiiy yorug'lik bizda osmon bor bu yerda. Osmon bizda tushyapti. Mana osmonimizning effekti mana mamlakatligicha taxminan kelayotgan bo'lsa, mamlakatda bizda ko'rinmaydigan bitta light bor. Mana shu yerda tushib turibdi shu svet. И mana mana bu tarafga пересвет berib o'rgan. O'sha svetimizni. Bu yerda xuddi уже ikkita lightdan foydalanilgan bu yerda. Biz ham shuncha shunaqa qilib olamiz. И olib jaluzi qo'yib yuboraylik. И olamiz. Bitta jaluzi qo'yib yuboramiz bu yerga. Jaluzilarim ham уже razmeriga tushirilgan. Qiynalib o'tirmaysizlar. Agar xohlasanglar tam mana shu jaluzidan ham mana bitta eksperimentlar qilib ko'raman hali. 2 xil, 3 xil освещение qilib shu Telegram gruppaga joylayman. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rdinglar? Уже bu yerda bizning xonamizni to'qarib ketdi. Bitta dona jaluzi qo'yganimizning hisobiga. Endi bu yerda ozgina sanimni kuchini ko'paytiraman. Mana bu o'zi render qilingan kartinamizni
bizada unaqa kontrastniy emas ekan. Men endi bo'lib kontrastniyroq qildim. Изменения в хорошую сторону. И buni ham olib, kopiya qilib bitta narsaga ahamiyat berdinglarmi yo'qmi? Bizada освещение buni bu yoq tarafga ham tushyapti. Men quyoshimni основной fokusini nariyoqqa berib yubordim. Voy yo-moyo. Voila. Sal pal olib pasaytiramiz buni. Yaxshi. Ozgina ko'paytirib ko'raylik. Darkka olaman de 0.3 qilib ko'ray. After save bo'pti. Modelimda manda горячий klavishlar turibdi. Shift to'rda mana group, ungroup, open bular горячий klavishlar qo'yib olganman. O'zim render qilganimda qaysi biri turadi? Qaysiyak. Endi sezdim shunisi. Boshdan olamiz render. Bunga endi olib turib turbo smooth bera olamiz. Ctrl A, Shift 1 bosdim. I group qildim obyektimni. Qarli shunisiga ahamiyat bermagan ekanman. Endi ahamiyat berdim. Zato buniki такой помятый постельный эффекти более там реализм bizga qo'shib beryapti. Xo'p, endi bizga tumbuchkamiz kerak bo'ladi. Tumbuchkani olaman men. Olib qo'yib olaman bu yoqqa. Bu tarafim tumbuchkasi menda kichkinaroq bo'ladi. Endi buni men o'zim modellashtirib tashladim. Bu modelni topolmadim men. Shuni olib qo'yib olaveraylik. Alt Q qilib poliga konvert qilib hamma obyektimni olib attach qilaman.
Buni ham olib ko'paytirib olamiz. И mana bizda почти tayyor bo'lib qoldi xonamiz. Necha minut ichida biz buni yig'ib tashladik? 40 minut. 1 soat ichida uspet qilishimiz kerak. Xo'p, endi make-up zonani shuni olaman. Tayyor bo'lib turibdi menda. Shuni olib qo'yib yuboramiz bu yoqqa. Patologchi tanlab turibchi, patolog tanlaylar-da. Object properties kirganingizdan keyin mana bu yerda bizda displays box bor. Shunaqa qilib qo'ysanglar ishlashinglar ancha osonlashadi. Buni olib mana bu devorgacha taqib yuboramiz. Chunki parda baribir bizda suriladi. Parda agar bizda surilgandan keyin уже sal mana bu yerda nitto effekt paydo bo'ladi. Bu yoqda ham ozgina olib mana deformatsiya qilib qo'yaman. Mana bu kameramni o'zini shuni tanlab rotate qilib qo'yaman. Rotate qilib buni shu spanning ichiga qo'yamiz. Buni olib ozgina uzoqlashtirib ko'raman. Почти tayyor bo'lib qoldi. Endi boyagi devorimni devorimni olib o'chirib tashladim. Tumbichkasini olib pastga qo'yib olaveraman. Tumbichkani olib men qo'yib olaveraman. Mana bu yerda faqat bizda ozgina kasak bo'libdi. Shu kasakni ham to'g'rilab ketaman. O'zi mana bu devorim rangi haqiqiy devorim rangida. Nima rang turgan ekan shu yerda? Nechi ekan buni ID'si? Ungroup qilib olaman. Poliga konvert qilib yuborib, bunimi ID'si ko'rinmayapti ham даже. Paste qilib qo'yamiz-da. Mana buni baribir men olib olishim kerak. Detach qilaman-da buni. Bitta olib kopiya qilib olaman. Bu betga mana bu rangimni berib qo'yaman. Bundan ko'ra devorim rangini berib qo'ymaymanmikan sразу. Давайте shu rangi o'zida qolgan bo'lsa, shu rangi o'zini olib berib qo'yaveramiz. Bunga ham olib berib qo'yaveraman. Buni olib turib hammasini guruh qildim. Ikkinchi kameraga o'tamiz. Bitta o'sha balandlik beraveraman men. Balandlik bergandan keyin endi men buni sentriga olib kelib men qo'yib qo'yishim kerak. Bitta plane olib chizib olaman. Burilishi chetgachami? Bitta segment qo'shib olamiz. Simmetrichni endi chiqishi uchun. Kopiya qilib olib
Так, что у нас еще осталось? Bizda yana qolgan narsalardan biri bu birinchidan men kameramni olib to'g'irlashim kerak ekan. Sal orqaroq qolib surishim kerak ekan kameramni yana. Ozgina ichkariroqgacha kirgizamiz. Men kravatimni olib turibman. Исключениеga bir ikkita narsalarni kamerani parametriga kirib turib, bir ikkita narsalarni исключение qo'shib qo'yaman. И ozgina даже qilashtirib olsak ham bo'lar ekan. Keyingi qiladigan ishimiz bu bizda konditsioner olamiz, qo'yib qo'yamiz bu yoqqa. Konditsioner olaman, qo'yib qo'yaman. Потолокimga tegmayapti. Chotki. Tak, nima qolib ketdi? Gulim qolib ketdi. Gulimni olib qo'yib qo'yamiz bu yoqqa. Так, bu adashmasam termostat bilan включатель. Termostat bilan включатель olaman и joyiga olib qo'yib qo'yaman. И eshigimni ochilishini to'g'rilab qo'yishim kerak. Eshigimni ochilishini mirror qilib qo'yaman. Eshik bizda bu yoqqa ochiladi. Agar qani gizmosini olib turib ozgina olib даже surib qo'ysam ham bo'lar ekan. Men просто hozir vaqtimizni 1 soatga uложиться qilaylik deganimga hali galogenlarim bor mana. Galogenlarni hali o'rnatishimiz kerak. Agar vaqtimiz yetsa, uni ham to'g'rilab ketamiz. Endi betga bitta fake light qo'yib yuborishimiz kerak. Sfera qilaman. Привязкani yoqib qo'yib Oy-o. Kattalashib ketdi. Bitta fake light mana bu yoqqa qo'yib olaman. Endi bitta interaktivda ko'ramiz buni. Xo'p. Endi mana bu ishkop lekin o'zi referensda noto'g'ri berilgan ekan. Chunki men buni o'zi раздвижной qilaman dedim. Раздвижной qilaman dedim bu ishi bizda agar ochiladigan bo'lsa, eshigi hozir bizda 60 mi mana shunaqa. Agar patologgacha ham tegib turmagan bo'lsa ham, baribir ham bu eshigimizda agar ochiladigan bo'lsa, даже mana momentdan ham qarasanglar bo'ladi, joyi unaqa oxirigacha ochilmaydi-da. Sal не то qilingan bu ishi. O'shaning uchun ham men bunaqa kichkinaroq qilib bu prostranstvoni kattalashtirib yubordim. Bo'lib уже xatolarni ustida ishlab, bu yerda bizda mana momentgacha agar eshik ochiladigan bo'lsa, bizda bu yoqda ko'proq joyimiz qoladi. O'shanga endi shunaqa ishlab ketdik. Так, nima yana bizda qolyapti? Tumbuchkaga dekoratsiyalar. Endi u уже o'zingizlarning xohishingizga xohlasanglar dekoratsiya qo'shinglar. Xohlasanglar yo'q. Men hozir endi galogenni olib o'rnatib tashlayman. Так. Close qilamiz. И так, nima qolyapti bizda bu yoqda? Rozetka включательimizga slayserdan foydalanasizlar. Bizga slayser kerak bo'ladi. Bitta box olib chizib olaman.
Dayıp kılımını. Yana bittasini olib turib olamiz, bitta korona slayser beraveramiz. Biroq po звуку bo'ldi, endi ahamiyat bermaysizlar. Hozir ozgina shum tushib qoladi. Endi hozir qani yaqinlashtirib turib interaktiv render bitta yoqsam, da, всё. Slayserim ishlayapti. Slayserim ishlayapti, четкий. Так, и в принципе bo'ldi. Kameralar qo'yib olamiz. Shu o'zimizga kerakli bo'lgan kameralarni olib mana qo'yib olaman. Bittasini uzoqroqdan olib qo'yamiz dedi. Buni keyin xohlasanglar Max o'zida doff effektdan foydalangan holatda ham bitta kadr tanlab olsanglar bo'ladi. Yokida Photoshopga olib kirib, o'sha razmitiyalar qo'shib, o'sha filtrlar qo'shib qilsanglar bo'ladi. Mana teksturam maniki adashmasam unaqa emas edi. Так, и в принципе bo'ldi. Так, потолокim qolib ketyapti menda yana. Object properties kirib display box'ni o'chiramiz. Modelsga kiraman. Modelsga kirgandan keyin так. Bu распакованный. Bitta ham koronani olib turib qo'yib olamiz. Bu galgenimizni olib, уже sal-pal kattaroq olsam ham bo'ladi. Azizgina katta. Shunday galgen bo'lsa, xudo xolasa chiroyli chiqadi bizga. Plane olaman. 200 qilib qo'yib olamiz dedi. Tak, xuddi shuni o'zini olib kopiya qilib mana bu tarafga ham qo'yib olaman. Endi yana bitta общий bitta plane chizib shunga qo'shiramiz dedi. Birinchi box chizib olamiz, chunki men bu bulindan foydalanaman. Hatto hozir hammasiga alohida olib bulin chizib chiqishim kerak. Ctrl V qilamiz dedi. 300 Ctrl V. Hoppa.
Tak, endi xuddi shunaqa bizga galogenni yana olib, bu tarafga ham olib qo'yib qo'yaman. Tak, yana bizga bu tarafda bizda trek bo'ladi. Acha trek ham qilolmas ekan, trek направляющий spotli qilolmas ekanmiz, faqatgina dekorativniy o'sha dan foydalanadi. Bu tarafga masalan направляющий qiladi. Chunki bu tarafda bizda shkop bor, do потолка. Shkop ochilsa, ertaga trekka tegib qoladi. Расстояниясini kichkina qilib qo'yaman. Tak, o'rtadagisi bizga kerak emas. Buni men olaman compound object boolean olib nima qilyapti? Pro booleandan foydalanar ekanmiz. Endi bosaman, потолокimni tanlayman, galogenimni tanlayman deb потолокka mana shu trekka rangidan berib qo'yaman. Точно galogenimizga. Endi bizga keyingi kerak bo'ladigan narsa bu bizda mana shu trekdan foydalanamiz. Trekni ham olib o'zi boolean bo'lib turibdi ekan. Yo'q. Pro boolean qilamiz, start picking o'sha tanlab olamiz obyektimizni. Bo'ldi. Bizda tayyor, xudo xolasa. Endi buni olib guruh qilib qo'yaman. Bitta interaktiv renderda ko'rib olamiz. Даже mana bu trekimni olib turib, ozgina sentr oquvchi смещение qilib olsam ham bo'lar ekan. Bizga bu planelarimiz kerak emas. Buni edit poly convert qilib yuboraman-da. Buni ham attach qilib qo'shib olaman. Bitta-bittadan o'zgartirib chiqmasligi uchun. Minus 300 qo'raman. Buni olib turib 300 qilib qo'yaman. Вот и все. В принципе, unaqa qiyin joyi yo'q. Interior oson. Qiyin emas. Kanalimga obuna bo'linglar. Like'lar bosinglar, kommentariyalar, Telegram orqali o'zingizlarning ishlarni yuboringlar, aloqaga chiqinglar, qattiq yordam kerak. O'quv kursga qiziqib yurganlar bo'lsa, bizga yuboringlar. Xudo xolasa mana shu o'quv markazimizda o'rgatib, yana ham ko'proq mana shunaqa video darslar yozamiz. Endi bu bitta boshlanishi, xudo xolasa, juda ham kichkina narsa. Hali sizlar nimalarga qiziqsanglar, nimalar boshqa YouTube kanallarida kam bo'lsa, o'sha narsalarni yozinglar. Agar noldan video uruklar ham kerak bo'ladigan bo'lsa ham, xudo xolasa hammasini qilamiz. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.